ikki qadrdon do'st bo'lgan ekanda, sen bilan menga o'xshagan. Ikkalasi yur do'stim deb sayohatga chiqamiz deb ikkalasi sayohatga chiqdi. Yo'l-yo'lakay ketayotib bir mehmonxonaga yotishibdi. Mehmonxonadan ertalab uyg'onishsa, o'rtog'ining cho'ntagidagi $100 puli yo'qolib qolibdi-da. Keyin $100 pulim bor edi do'stim. Mabodo ko'rmadingmi? Do'stiga savol bersa, do'sti uxlab yotgan ekansan, seni bezovta qilgim kelmadi. Zarar bo'lib qoluvdi. Cho'ntagingdan $100 olib tashqariga chiqib ishlatib keldi. Yaxshi qilsan, zarar bo'lsa ishlatganing yetmaydi. Seniki menikisi bormi do'stim? Shunda mehmonxonadan chiqib ketayotsa, mehmonxonani tozalaydigan ayol kelibdi-da. Bolalarim yaxshi dam ollaymi? Mehmonxonamiz yaxshimi? Kecha xonalarini tozalagani kirsam $100 pullarni tushib qopti. Kimligini bilmadim, sizlar yo'q ekansizlar. Olib qo'yurdim. Mana shu omonatlaring deb beribdi-da. Shunda haligi do'stiga qarab, do'stim, bu $100 sen olmagan ekansan u. Nimaga men oldim ehtiyojimga sarfladim deb aytding? Deganda do'sti shunday degan ekan. Mana shu arzimagan pul uchun o'rtamizdagi munosabat yo'qolib ketishidan qo'rqdim. O'rtaga gumon tushishidan qo'rqdim degan ekan. Sizda ham shunaqa do'stlar bormi? Shunaqa do'stlaringiz bo'lsa, sekin jo'natib qo'ying.